G'alati nomlarni qayerdan olasiz? O'zim g'alatiman. Qani? Endi tilga olov soldi go'zal bir yor. Tayyorgarlik ko'rmadimi? Bunga sababchi u qizning buvisi bo'lgan ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Jekchandan zo'r aktyorlar bor. Nima dilayting? Yo'q, bo'ldi, bas aytiring. Bu yerga meni ruxsatimsiz hattoki pashsha ham kira olmaydi. Ortiqcha vaqtim yo'q. Bu yerga meni ruxsatimsiz hattoki pashsha ham kira olmaydi. Ortiqcha vaqtim yo'q. Ye. Qayerga ekan? Syomkaga chaqirishgandi. Syomkaga chaqirishgandi. Nima bu? Tekshirib ko'ring. Qani? Abror Do'stov tanimadingizmi? Kim? Abror Do'stov bilanman. Abror Do'stov? Assalomu alaykum. Qani Akajon, Abror Do'stov? yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Marhamat. Qani Abror Do'stov? Ha, Abror Do'stov. Marhamat akajon. Siz? Marhamat. Abror Do'stov tor bilan qo'shiq aytardi-ku. Lekin o'xshaydi qayerlardir Abror Do'stovga. Ha, yaxshi. Hay, boshlaymiz, ketdik. Quvonchlarga to'lsin yo'llari, har qadamda qilsin daromad. Dunyo ustun bo'lsa ham erkakni tab etmasin omad. Kutar uyda farzand ayoli, Alloh jonin qilgin salomat. Taqdiriga ko'nib yashaydi, erkakni tab etmasin omad. Dardini yutar yig'lay olmaydi, g'ururi bor tog'lardan baland. Hasratlarin so'zlay olmaydi, erkakni tab etmasin omad. Mashaqqatli hayot yo'lida ko'zdan yoshi oqmasin faqat. Mag'rur tutsin mag'rur boshini, erkakni tab etmasin omad.
muhtaç bo'lmaydi. Yaratgandan so'raydi madad. Yashar axir bolam chaqaldi. Erkakni tab etmasin omad. Yashar axir bolam chaqaldi. Erkakni tab etmasin omad. Samolarga parvozlar qilib davr sursin ketsa ham qomat. Yaxshi desa hammasi kulib. Erkakni tar etmasin omad. Yaxshi desa hammasi kulib. Erkakni tar etmasin omad. Erkakni tar etmasin omad. Assalomu alaykum yoshlar telekanalida tomosha qilayotganingiz yangi loyiha. Ortiqcha vaqt yo'q. Bizning ham ortiqcha vaqtimiz yo'q. Biz boshlaymiz. Shehzod, mani gapimni aytyapsiz-da. Sizni gapingizni aytib yubordim. Men ham gapiray. Ortiqcha vaqt yo'q. Tezroq gapirish kerak. Mana mehmonimiz Abror Do'stov bugun tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yana menimcha bu premyera qo'shiq, to'g'rimi? Premyera qo'shiq. Mana bu joyi zo'r ekan. Erkakni hech tark etmasin omad degan so'zi juda ham zo'r ekan. Ajoyib qo'shiq, gap bo'lishi mumkin emas. Bir oyda nechta premyera qo'shiq chiqaryapsiz o'zi? Menimcha juda ham ko'p bo'lsa kerak. Har kun chiqarganmiz. Har kun chiqaryapmiz. Zerikkan bugun premyera qo'shiq chiqaramiz-da, ketdik. Shunaqa bo'lganmi? Hozir endi bir oyga bitta. Yaxshi. Boshlab olamiz ko'rsatuvimizni. Marhamat, o'z joyingizga egallab oling. Jamoat tarkib zo'r. Yangi qo'shiq, to'g'rimi? Shunaqa. O'zimiz avtorskiy qo'shiqlar. Ko'rsatuvimizga avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Juda ham xursandmiz ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun. Rahmat kattakon. Bugun biz siz haqingizda ozgina ma'lumotlar berib kelganmiz. Abror Do'stov artist loyihasi finalchisi. To'g'rimi? Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Topibmiz. Gap Harakat bo'lishi qilyapmiz. Hozirgi kunda Abror Do'stov to'y xizmatlaridan bo'sh paytlari ham to'y xizmatlari bilan shug'ullanadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu demak to'y ko'p, to'g'rimi? Xudoga shukr. Ustozlaringiz kim bo'lgan san'at institutida? Ustozlarimiz san'at institutida O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov ustoz. Ular dars olganmiz. Dars olgan. Birinchi ustozlaringizdan, to'g'rimi? San'at institutida. O'zi birinchi ustozim bobom bilan. Bobongizdan. Keyin amakim, aslan do'sti. Keyin madaniyat markazida o'zimizda Qashqadaryo viloyatida Shukur G'aybullayev degan ustozimiz ruboblarni o'rgatganlar. Shu kishi. Keyin yaqinda o'tib qoldilar ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Oygul Halilova. Ular dars olganman. Yaxshi, sizga savolim bor. Siz san'atga kirgan paytingiz ismingiz Abror Fazliddinov bo'lgan ekan. Keyin Abror Do'stov qilib ijod qilayotgan ekan. Sabab nima shunga? Sabab endi biz o'zi bizning oilani do'stlar deb biladi. Do'stlar deb bilishadi. Xalq shunaqa deb bilishadi. Endi o'zi birinchi san'atga havas amakimdan boshlangan. Aslidan do'st. Amakimni ko'rib, keyin shu amakimga havas qilib, shu Fazliddinov ham do'st ham o'zimizga tegishli familiyalar bor hammasi. Yaxshi. To'g'ri, yaqinroq. Hozir bizda ustozingiz hozir boya ta'kidlab o'tganingizdek Orol Mirzo Safarovni sizga berilgan shu bir ozgina fikrlari bor, lavhamiz bor. Hozir ko'ramiz, marhamat. Qani nima dedilar? Ko'p joyini qirqib tashladik. Ko'p joyini qirqib tashladik.
Assalomu alaykum ustoz. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning ko'rsatuvimiz ortiqcha vaqt yo'q degan ko'rsatuv. Shuning uchun ortiqcha vaqtingizni olmaymizda. Bugun ko'rsatuvimizga Abror Do'stov shogirdingiz tashrif buyurganlar. Shular haqida fikrlaringizni bildirsangiz, o'zlari ko'rib turibdilar hozir. Abrorning oilasi bilan men 40 yilga yaqin 35-40 yildan beri tanishman bularning oilasi bilan. Endi Abror juda ham to'g'ri juda ham tirishqoq, Yaxshi o'qiganlarmi? juda ham qobil bola, juda ham qobil yigit to'g'risi. Birovga bir xudo behudaga gapirib tili bilan ozor beradigan bola emas. Bola emas. Berilgan dasturlarni hamisha uni qiyin yoki oson yo men boshlamanga og'irlik qiladi yo men boshlamanga ovozimga to'g'ri kelmaydi degan bir nimalarni bahonalarni qilmagan hech qachon. Berilgan ashulalarni, berilgan dasturni hamisha chiroyli qilib ijro etib kelgan. Mana artist loyihasida qatnashib o'sha to'rtlikka kirib ikkinchi o'rinni olishi ham bu bejizga emas, chunki ustozlarini yaxshi ta'limini olgan. To'g'ri. Ta'limni qo'limizdan kelgancha berganmiz va shu narsani o'zlashtirgan. Endi mana dastlabki yillarda uni qo'liga bir musiqa asbobini olib chalib o'zini ko'rsatib namoyish qilgan bola emas edi. Keyin bir ko'rsam, men Toshkentda hozir Mahmud aka Xoliqov degan shu o'zbek milliy asboblarini yasab shu san'atkorlarni ta'minlaydigan, ta'mirlab beradigan ustamiz bor. Shu ustadan torabdi, olib keldi. Men shu xonada qancha vaqtlar men shu autorada men shu tor qancha ishonib topshirib ketdi, omonat qilib ustoz men shu tor shu yerda turib tursin. Mana ish qilib, mana tor chalib, mustaqil ravishda tor chalib ashula aytishdi, demak, o'rganib oldi. Sherali Jo'rayev ashulalarini yaxshi o'zlashtirib, ijro etib, mana shu ustoz ashulalarini aytib, shu muxlislarni, san'atchilarni mehrini qozondi bu. Ko'nglidan joyiga keldi. Shu xalq ko'nglidan joy oldi. Albatta shu ustozlar qatorida shu bizani hurmat qilib, bizani ham nomimizni tilga olib, ustozim palonchi, ozmi ko'pmi shu insonga mana shu narsalarni o'rganganman, o'rgatgan, o'qitib dars bergan, olganman shu ustozdan, o'g'it olganman, shu yo'llarni olganman deb gapirsa, bu ustoz uchun eng katta baxt, eng katta sharaf, xursand bo'lamiz. Endi mana shu ko'rsatuvga taklif qilsalar, usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Endi bu usta ko'rgan. To'g'ri. Mana ustozlarga taqlid qila bir kun emas bir kun albatta o'zini yo'lini topib oladi bu yigit, o'zini topib oladigan ijod qiladi. Xudo xolisa yaxshi ashulalarni ijod qiladi, yangi asarlar. Abror Do'stov ham qachondir yaqin yillarda demak o'zini imzosi bo'ladi, ya'ni o'zini pochirki bo'ladi. Qolasiz albatta. San'atda o'zini mustaqil yo'lini topib, yaxshi ashulalar ijod qilishini tilakdoshiman. Bu yigitni san'at yo'lida faqat omadlar tilayman. Tanjoni sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Qarsagimiz bo'lsin. Ustozga qarsaklari bo'lsin. Ajoyib fikrlarini bildirib o'tgan siz uchun. Ajoyib fikrlarni biz sizga qo'yib berdik. Ajoyib fikrlarni qo'yib berdik. Ustozimizning gaplari rostmi? Rost. Yo, ana o gaplar bor-da, Abror 4-kursda men darsimga umuman kirmagan degan gaplari ham bor. Rostga qadrga qo'ymadik, xato olmasingiz uchun. Lekin biz o'zimiz uchun yetib qo'ydik. 4-kurs paytida shu artist loyihasiga to'g'ri kelib qolgan, syomkalar bilan bo'lib, repetitsiyalar bilan bo'lib. Umuman darsimga kelmagan. Qanday diplom oldi men bilmayman dedi. Yo'q, bo'lganman. Bu asarlarni olib tayyorlab berganman. Ustozga aytdimki, ustoz hech bo'lmasa maqtab bering, bir ozgincha bo'lsa ham. Majburlab maqtab turdik. Ha, yaxshi. Sizga savolim bor. Opaiz Xonzoda Do'stova. U kishi hozir blogerlik ijodini boshlayaptilar, Vine olyaptilar. Siz o'zingizni qachon Vine yo'nalishida ham sinab ko'rish niyatingiz bormi? Yo'q, hech qachon. Hech qachon. Zo'ra gapiryapman-ku deng. Yaxshi. Yana bir ma'lumot, artistda, ya'ni finalda ikkinchi o'rin olganingizdan keyin juda ko'pchilik munozaralar bo'ldi. Shohruxga ergashmas, birinchi o'rin Abror Do'stov degan taxminlar chiqdi, odamlar fikri. Siz bu gaplarga qanday qaradingiz? Asosiy maqsadga men erishdim. Asosiy maqsad o'zi biz unga qatnashib muxlis orttirish, o'zimizni tanish. Anga o'rin uchun emas, endi u nasib qilgan ekan. Birinchimi, ikkinchi o'rin nasib qilgani. Ha, yaxshi. Hozir yana shu loyiha bilan savolim, hozir super mavsum boshlanyapti, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Shu super mavsumda eng kuchli ishtirokchi deb kimni bilyapsiz? O'zingizga raqobatchi deb. Super mavsumda hamma kuchli bilaman. Hamma kuchli. Hamma kuchli. Hammani o'zini yo'li bor, hamma o'zini yo'li kuchli deb bilaman. Hozir bittasini aytish juda qiyin. Yo'q, ayting, 3 ta eng kuchlisini sanab berasiz. Ulug'bek aka. Ulug'bek kuchli, to'g'ri. Sherzod aka bor, Elyor bor, Hoji Akbar,
ko'pda. Barchamiz hammalarimizni aytib Ha. chiqardi. Hammangizni Ko'p, Said arasida- Ahmad, Javoh, ha? Ko'p. Mayli. yaxshi. Bu gapingiz bilan hamma ijodkorlar zo'r demoqchisiz. Ha. Yaxshi. Yüzünde can bile tabandaman Mehri ravşandır bikin tabandaman Mehri ravşandır bikin tabandaman Körgeli yüzü gülistanın kuzun Zavq birle gül bikin turhandaman Zavq birle gül bikin turhandaman Bizda rostini ayting sahifasi bor. Faqat savollarimizga rostini javob berishingiz kerak, bo'lmasam tok urishi mumkin. Tok tayyormi? Tayyor. Qani bitta ko'ramiz. Qani? Oh. Oh. Yaxshi. Diqqat savol boshlaymiz. Odam o'zini qanday ekanligini bilish uchun nima qilish kerak? Oyna yaqinlash kerak. To'g'ri, yaxshi. G'oz qachon uchadi? Tushmaydi g'oz. Yaxshi. Aholisi eng ko'p shahar qayerda? Xitoy. Xitoy emas, Yaponiyada. Ha, san'atkor bo'lganingizga afsuslanganmisiz? Yo'q. Bo'lgan ekanlar. Afsuslanmaganmi? Ha, yaxshi. Xalqimiz san'atkorlarga mazza, puli ko'p deb o'ylaydi. To'g'ri gapmi shu? Yo'q. Yo'q. Ya? To'y ko'p-ku. Yaxshi. Tragediya nima bilan tugaydi? O'lim bilan. Hech qanaqa A bilan tugaydi. Oh, uryaptimi? Ha. Savol. O'g'irlik qilganmisiz? Yo'q. Qilgansiz. Qilgansiz diyor bilan. Uring. Qayerda o'g'irlik qilgansiz, bilaman. Nima o'g'irlagansiz? Sir. Ha, uring. Qayerda o'g'irlik qilgansiz? Sir deyapman. Yo'q, uring. Ha? Magazinda, to'g'rimi? Yaxshi. Biz seriyoz odamni o'ylaydi bizlar kuzatuvchilar. Yaxshi, bo'ldi. Tugayapti menda. Tugabdimi? Ha. Yana savollar beraylik. Ha, mazza ekan. Ba'zan ochib qolyapti. Zo'r. Savollar zo'r. Gap bo'lishi. Rostini gapirdingiz lekin. Sizga yana bir savolim. Sizni kliplaringizni qaysi klipmekerlar olyapti? Qaysi rejissyorlar olyapti? O'zi hali klipimiz kam Ikrom akamiz beryapti. Ikrom aka kuchli klipmekerlardan bittasi. Oxirgi klipingizni prosmotorni ko'rdik. YouTube'da 15 million. 15 million bo'libdi. 15 million. Shuncha ijodkor hali unaqa tasmoq. Lekin hali 15 million bo'lgan yo'q ekan. Aldayapsizmi? Qani elektroshoker sizga? Qani elektroshoker? Ha? 7 million bo'libdi. 15 million bo'ladi-da. 15 million bo'ladi. Yaxshi yaxshi niyat. niyat. Yana qaysi qo'shiqqa klip olish niyati bor? Xudo xolasa endi hozir yo'qchilik degan qo'shig'imizga olyapmiz. Yo'qchilikda kelarkanda ko'zga nam. O'sha? Yo'q. Ha, yangisi. Hammani ichida bo'lar zo'r. Vaqtincha omadi kelganda yonida kim qolar qarab ko'r. Yigitga yo'qchilik kelganda. Janolar qo'shig'ingizni hozir ozgina bir eshitsak. Jonli keyin jamoa bilan. Birinchi kliplarini ko'rsak, Ha, kliplarni ko'ramiz, keyin sizdan jonli ijroda ana eshitamiz. kliplarni ozgina ko'ramiz. Mana. Askelar. Bilib bilmay suydim qancha janon Bo'ldi, yetadi, lekin shu joygacha g'oya kuchli. Qarang. Mashina kelyapti. Moshina kelyapti. Qiz urildi, yiqildi. Yo'q, qarang, buyurtmachi bo'lib bolalar ishlardida, endi chiroyli qizni qilib qo'yibsizlar. Unaqa bir boshqa ish. Yangilik. Kimning g'oyasi bu? Ikrom aka. Shu qo'shiqni jamoa bilan eshitamiz hozir. Bo'ladimi? Bo'lmasam tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Tayyormisizlar? Baham, ketdik. Bilib bilmay suydim qancha janonlarini Sochi kalta go'zal qoshi kamollarini Endi dilga olov soldi go'zal bir yor Faqat yurakkinam shu yorga zor Endi dilga olov soldi go'zal bir yor Faqat yurakkinam shu yorga zor Bilib bilmay suydim qancha janonlarini Sochi kalta
yurakkinam shu yerga sol. Boşal canon hayolimda ertayu kech, ko'z oldimdan qomatlari ketmaydi hech. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan, devona deb yo ustimdan kularmikan. Sevgimiz xor qilib borsam ko'narmikan, devona deb yo ustimdan kularmikan. Bilib bilmay suydim qancha janonlarni, sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi dilga olov soldi go'zal bir yor, faqat yurakkinam shu yerga sol. O'zing sanku o'ylaganim, izlaganim, jonim deya ta'rifingni kuylaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas, iforingga hech ham sira to'ymaganim. Sendan boshqa hech kim ko'nglimni ololmas, iforingga hech ham sira to'ymaganim. Bilib bilmay suydim qancha janonlarni, sochi kalta go'zal qoshi kamonlarni. Endi dilga olov soldi go'zal bir yor, faqat yurakkinam shu yerga sol. Bilib bilmay suydim qancha janonlarni. Zo'r, qarsaklar. Qarsaklar. Zo'r qo'shiq. Aka, ko'rsatuvimizga taklifimizni rad etmasdan jamoangiz bilan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ko'rsatuv vaqtida fikrlaringiz. Avvalambor taklif qilganlar uchun kattakon rahmat. Ko'rsatuv zo'r ko'rsatuv bo'libdi, menga yoqdi. Bundanda muvaffaqiyati yuksak bo'lsin, Baland cho'qqilar chiqsin. Sizga ham hammamiz omadimizni bersin. Rahmat. Hamkorimiz Crafers tomonidan arzimagan bir shirinliklar Siz uchun jamoangiz bilan. marhamat. Komandangiz uchun Crafers tomonidan ajoyib shirinliklar. Bo'lmasam ketdik, marhamat. Mana Abram, Aha. Abro Do'stovdan ham qo'shiq eshitdik. To'ppa-to'g'ri. Nimaga bu odamni rasmini chiqardingizlar? Umid akami bu? Birovda chiqardilar. Shu aka borku hozir hazillar umuman yemayapti, Umid akam borku. Konsertini diski chiqmayapti, hazillari yemayapti. Aka shu kino olibdilar, bilmayman, qovun o'g'rilarimi? Yana qovun o'g'rilari bormi o'sha qo'yib beringlar. Xalq juda ham yaxshi ko'rishadi. Jaydari zarba degan kinolar oladilar. O'zlaridan boshqa hech kim ko'rmaydi-da. Nima deganingiz u? Kerak shuncha odam, endi yoshi katta odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eski Yaxshimisiz? mujiklardan ekan, g'iybat qilmas Siz yaxshi ko'rdingizmi? Hozir sizni maqtab turdim. Umid akaga o'xshar ekan ozgina. Oxirida eshitib qoldim, yemayapti degan Voh. joyga o'zi. Voh, kung fu panda. Assalomu alaykum. Marhamat akajon, o'tib olishingiz Umid aka mumkin. yaxshimisiz? Dasturxon zo'ri va Dasturxonimiz qarang, nozi ne'matlardan olib bananni ozgina yesam bo'ladimi? bo'ladi akajon. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Yangi kino olibsiz? Ha, yangi kino oldik bu sizga. Bu biz bilasizlar-ku, mehmonga kelganda quruq kelmaymiz. Rahmat kattakon. Tennis koptokchasi bilan kelibsiz-da, ha? Kino oldik, ha, Xo'p. xudo xolasa. Birinchi Jaydar zarba ko'rmagansizlar, ko'rdilar? Odam 11 million odam ko'rdi, ichida kimdir ko'rgandir. Bu gapingizdan keyin albatta ko'ramiz. Ha, xudo xolasa. Yangi kino oldimi? qovun o'g'rilari. Qovun o'g'rilari degan yangi kino oldim. Nima uchun G'alati bunaqa? nomlarni qayerdan olasiz? O'zim g'alatiman. Shu
Odamlarga yaqin bo'lgan bir Jaydari komediya oldik, xudo xolasa. Rejissyori o'zingiz. Rejissor o'zim. O'zingiz ham qatnashgansiz, aktyor bo'lib. Prodyuser o'zim, pul tikib o'zim ko'rmasam bo'ldi deydi. Savolim bor, shu olayotgan kinolaringiz o'zini o'zi oqlayaptimi? Oqlayapti. Oqlayapti? Yomon emas, chunki hozir rosa kinoteatrdan odam qaytgan payti, oldingida 10 dan 1 Siz yana qaytaryapsiz. Men shuni qaytarmoqchi bo'lib harakat qilyapmiz, lekin baribir yaxshi ko'rgan soham bo'lgani uchun shuncha olyapman. Olasiz. Shuncha hech kim ko'rmasa ham Lekin- maza qilib. Lekin 11 million odamning hurmati, men birinchi prognozga olganman Jaydar Zarbani. Agar 2 millionda to'xtasa bo'ldi, yig'ishtiraman dedim. 11 million yomon emas. Yaxshi natija. Yaxshi natija. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Bizdan ham ortiqcha vaqtimiz yo'q. Siz haqingizda ma'lumotlarni olib kelgan biza. Marhamat, o'qing. Bravo jamoa a'zosi. To'g'rimi? To'g'ri, bir ming zo'r ma'lumot berib kelibsiz-da, xatdan qidirib qiynalibdi-da. Bir hafta izladim aka. Juda qiyin savol ekan, lekin variant qilib qo'ymasizlar-da. Million jamoasi ham balkim bo'lishi mumkin edi. To'g'ri. 1981-yil 13-martda Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tug'ilgan. To'g'ri. To'g'ri? Juda to'g'ri. Biz vaqtimiz bor. Yana taxallusi, ya'ni taxalluslari bor Jackie Chan, Bu ham to'g'ri. Umid Takahara, keyin uyga bor. Meni aytyapti degan gaplari. Taxalluslaringiz bor Juda ekan, mashhur. shuncha taxalluslar. Dehqoni ham bor. Umid Dehqon degani ham bor, yana Umid Jaydari. Qo'shib qo'yamiz albatta. Endi o'g'irlangan qovun. Qovun o'g'rilari degan. Qovun o'g'rilari. Kalla zo'r ekan, Covidda 15 kun yotgan ekan-da bu bola. Kasblari qiziqchi, aktyor, rejissyor, kaskadyor, boshlovchi, ssenarist, baliqchi, kimyo, O'qituvchisi. ko'p, o'qituvchisi, Agronom. biznesmen, chorvachi, dehqon, fermer. Aka nima ish qoldi qilmagan? Stroykani yozmaslar-ku. Apalavka, armatura, hammasini bilaman. Hammasini yodda. bilasiz. Uni Na, yaxshi. Masalan, bitta uyda ketadigan o'sha karkas to'qib, oxiri aboygacha nima ketadi? Suvoq ustidan nima qilinadi? Suvoq ustidan travertindan oldin ham ketiladigan narsa bor. Shpaklovka ustidan gruntovka berib, keyin travertin qilinadi. Agar Keyin uyimiz bitdi. Yashasak bo'ladi. Tomni kim qiladi? Tomini endi Tomni hakim aka qiladi. Va bizda yana bir ma'lumot, yoshligida juda ko'p xo'roz urushtirgan. Xo'roz urushtirgan. Vandam degan xo'rozim bo'lardi. Vandam? U men gaplashardim-da, men sizchalar deyardim. Xo'rozlar bilan urushtirganmisiz? Jinday xotin oz edi. Qochib urishardi. Yaxshi. Xo'roz urishtirish menimcha bor. Bu haqiqatdan ham haqiqat. Kim berdi bu ma'lumotni? O'zimiz qidirdik, izlandik. Yutqizgan odamlar bermadimi ish qilib? Yo. Yana bir ajoyib ma'lumot, ayting. To'yingiz hovlida bo'lgan ekan, to'g'rimi? Hovlida bo'lmay, tomda bo'lgan. Qanaqa bo'lgan? Ozgincha. Hovlida bo'lgan ekan. Odamlar hozir qancha pul sarflab to'yxonalarda qilyapsiz. Men eski milliarderlardanman. Eski milliarderlardan. Qarasam to'yxonalarda hammasini bemalol men ham bitta yakta sotib olib, bemalol Dubayda qilib, Shohruxxon chaqirib qo'liga 6 million dollarlik tilla soat qilsam bo'lardi. Chunki uni meni milliarderligimni hamma bilib qolardi-da. Shuning oddiy qilib Oddiylikda halovat bor. Jigulida qilib yurmay qolganda kuyovjo'ralar itarib, shunaqa to'y bo'lgan oddiygina hovlida. Juda ham zo'r bo'lgan ekan. Yomg'ir yog'ib bergan. Yomg'irda juda ajoyib to'y bo'lgan bo'lsa kerak-a? Mazza qilib. Loyjanga. Mana shu yerda o'ylaganman shu loyjanga. Ko'rsatuvimiz davomida aytib o'tib ketasiz. Bola zo'r ekan bu bola. To'k bilan ham ko'p o'ynashib turasanmi? Albatta. Qarang, yana bir ma'lumot bor ekan. Futbolga qiziqar ekansiz. Napoli futbol klubi muxlis ekansiz. O ham Italiyada Napoli, Ispaniyada Real, hozir Angliyada oldin Chelsea edi. Hozir Abduqodir Husanov degan qarindoshimiz o'ynayotganligi uchun Abduqodir Husanov dadasini taniyman, Hikmat Hoshimov juda bir taniqli, yaxshi inson, murabbiy, futbolist bo'lgan. Metallurgda o'ynagan, adashmasam. Shuning uchun hozircha Manchester Cityga muxlislik qilaman. Nima uchun? Sababi Abduqodir Husanov o'sha yerda bo'lganligi uchun. Zo'r ma'lumotlar yig'ibsa, futbol jinnisi demanglar, futbol muxlisiman men. Men bu yerda bor ekan, qarang. To'lab, yonimdan pul to'lab, men borib, hech kim federatsiya pul bermaydi. Men o'zim borib, O'zbekiston deb 3-0 ga yetsam yozilgan. Shu ma'lumotlar mana yozilgan. O'zbekiston yutqizgan o'yinida yagona so'kmagan inson Umid Umarov ekan. Bu to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'rimi? Chunki men eskidan muxlisman-da. Eskidan. Bir paytlar
Avstraliyaga 3-0 yeganda O'sha paytda muxlislik qilgan. o'sha paytlarda u singi bo'lgan. U Ha. terma jamoamizni yaxshi ko'raman. Bolalar yaxshi bolalar. Oldin bo'lgan, so'kishlar bo'lgan. Qarasam maydonda eshitilar ekan shu narsa. Shuning uchun so'kmaylik yigitlarni. Omadini bersin. Yo'li chiqadi jahon chempionatiga. Qarang. Chiqadi Yana bir deymiz. ajoyib ma'lumot. Maza qildim lekin shu ma'lumotga. Xalqlar do'stligi san'at saroyidan ko'ra qishloqdagi teplitsasini yaxshi ko'radi. U ham 100% to'ppa-to'g'ri. Voh, qattan muncha biz izlanyapmiz. ha? Xalqlar do'stligida u ham yaxshi, faqat aytdi juda ham bir nima deydi, mas'uliyat yuqori bo'lganligi uchun endi teplitsada ishlash kerak, mehnat qilish kerak, mazza qilish kerak. Odam yaxshi ko'rgan joyda band bo'lsa, o'shanda vaqt unumli bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, yaxshi. Instagram ochganingizga 4 yil bo'lgan ekan. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri? Men bir paytlar Instagram tushunmadim. Boshida sheriklarimiz ochib 100 mingta, 150 mingta bo'yirdi. Keyin meni bitta bola ochib olib, keyin bitta aytdiki, "Umid aka, Instagramga javob yozmayapsiz." Nima u dedim. Ha. Keyin qarasam 6 mingtami, 20 mingtami odam bor ekan. Men bo'lmasman desam, u kimdir ochib olib, Siz nomingizdan? men nomni ochib qizlar bilan ham gaplashib, to'ylarga borib yuribganman. Yo'q, Reklama qilayotgansiz. ya'ni o'zingiz. Keyin to'xta dedim, men ochdim, odamlar, menman buni bola qalbi aka desam, shu bilan Ishonishdi. ha ishonishdi, lekin kech ochganman. Agar vaqtida ochganimda o'sha hozirgi kundagi podpischikim bundan ham ko'proq bo'lardi. Muhtasham 100 yil serialini 3 ta qismini ko'rgan ekansiz, shu bilan keyin ko'rmagan ekansiz. Nimaga bunaqa? Men ko'p seriallar boshini ko'raman-da, keyin oxirini bilib qolaman. Rejissor biladi, rejissor. Bunday olib yigit bu yoqqa qarab ketyapti turgan kinolarda ham shu 10 minutini ko'raman-da, oxirini topib olaman. Hozircha Gollivud kinolarni topolmayapman. Bir ikkitasini. Qolganlarni topib olaman. Lekin izlanyapsiz. Ha, izlanyapman. O'zimni kinomni topa olmaydi hech kim. Ha, yaxshi. Oxiri yo'q chunki. Yaxshi. Futbol mavzusiga qaytsak, siz aytgan ekansiz, Ronaldoni 45 metrdan urgan goli emas, mahalladagi bolalarni urgan goli qiziqroq degan ekansiz. Ha, bu narsani taqqoslashdi. Gapirganman. Bunday bo'lganda, bizda media blokimiz sal oldin o'sha payt, o'sha ma'lumotni bergan paytimiz kamroq ishlardi, sustroq ishlardi. Ya'ni o'sha payt Ronaldo 45 metrdan gol urdi, Realda hamma butun dunyo ko'rdi. Medianing hisobiga. O'zbekistonning ichki chempionatimizda ham shunaqa bolalar bor. Mana bugungi kunda isbotlab ham beryapti. To'ppa-to'g'ri. Uzoqdan uryapti, 40 metrdan, 30 metrdan chiroyli gollar, chiroyli himoyachilar, chiroyli hujumchilar chiqyapti. Endi biz media rivojlansa, shu yigitlarni biz ko'rsatib bersak, dunyoga olib chiqishimiz kerak degan ma'noda aytganman. Yaxshi. Qishloqda bor, shaharda bor, juda kuchli o'yinchilar bor-da. Abduqodir Husanovga o'xshagan yigitlar ko'p demoqchiman. Biz o'shani mediasini chiroyli qilib ko'rsatib Olib kirishimiz kerak. Aktyorlar ham mana Jekchandan zo'r aktyorlar bor. Ortiqcha vaqt yo'q. Sizga kech ta'sir qiladi. Bir aktyor, O'zbekistondagi mashhur aktyor, u Milliy universitet teatr xodimi bo'lib ishlagan Dars berganlar. Dars berganlar. Uni o'rniga siz borib dars berib, oyligini olgan ekansiz. U odamning oyligini olgansiz. U qaysi aktyor? Aytaymi, shart emas. Ayting. Ayting. Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov. Alisher Uzoqov Milliy universitetda ishlagan. Ha? Oyliklarini Oyliklarni men olganman. Siz olgansiz. to'g'ri. Chunki u kelmasdi-da. Kelishganmisizlar uni? Ha, kelishganmiz. Alisher Uzoqov kelib bizga o'sha umumiy sahna ko'rinishlari bo'yicha ma'lumotlar berib ketardi. Biz o'sha universitetimizda bo'ladigan tadbirlar, bayramlar, konsertlarda biz ishtirok etardik. Ha, o'sha paytlar shunaqa bo'lgan. O'sha Alisher Uzoqovga Uzoqov deb qo'l qo'yib, men oylik olganman. Yaxshi, qarsak. Zo'r. Savollarga chiroyli javob bo'ldi. Bizda yana bir mehmon bor. Men ketsam bo'laverami? Yo'q. Menda vaqt Yana bir mehmonimiz bor. Qaysi mehmon? Kimni chaqirdingiz? Elmurod Ziyayevni chaqirganmiz. Elmurod Ziyayev, marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Elmurod aka, yaxshimisiz? Elmurod aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Xushvaqt bo'linglar. Rahmat. Tinchlik, omonlik, xursandchilik bo'lsin. Bayramlar ko'p bo'lsin. Xush kelibsiz aka. Asaldan yeng. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik aka. To'g'risini ayting, syomkadan yo qayerdan deb kelyapsiz? Yo'q, to'g'ri, uydan kelib men sizlarni Uydan? ko'rsatuvinglar chiroyli chiqamiz deb. Formaga gap yo'q. Formaga gap. Gap bo'lishi Ya'ni mumkin emas. forma deganda sizlar mononga qarayapsizlar. Ha, yo'q, men forma deyapman. Ha, mono qora krossovka deb bular. Men
Buni tanani aytaman. Bu yoshlar uni Forma desangiz men koja ha, go'ja zanjirga qarayapti. Formaga gap yo'q. To'g'ri. Muskullarga, tanani tuzilishiga gap bo'lishi mumkin. Ha, yaxshi. Yaxshi ishlayapti, ko'z tegmasin lekin. Joyinglar sog' bo'ling. Elmurod aka ijod qilyaptilar hozir. Yangi premyera qo'shiq. Ko'ryapsizlar, maqtovlar. Yangi premyera qo'shiq taqdim etibdilar. Qo'shiq nomi nima edi? Bu sevgi emas. Bu sevgi emas. Qarz demabdi. Bu sevgi. Shu qo'shiqni eshita olamizmi hozir? Mayli, bitta eshitaylik. Qani eshitamiz? Bu sevgi emas. Shunchaki havas. Etadi davom. Zo'r. Hayoting usiz ham. Qo'yil. Zo'r qo'shiq. Qo'shiqning ma'nosi menimcha xiyonat. Xiyonatga bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hozir qizlar ko'p xiyonat qilyaptimi yoki bolalar? Kim deb o'ylaysiz? Kelishib qilishyapti hozir. Ha, Bir safar u, bir safar bu Ha, bo'lyapti yaxshi, lekin. to'g'ri. Yaxshi ijod qilibsiz lekin. Shoir kim? Shoir bu qo'shiqni. Nuriddin degan do'stimiz yozganlar. Elmurod aka, biz siz haqingizda ma'lumotlar yig'ib kelganmiz. Oho, qanaqa Ozgina ma'lumotlar yig'ib kelganmiz. Ma'lumotlaringiz bormi? Ma'lumotlar bor. Men haqimda lekin ma'lumotlar juda ham kam. Qanaqa? Qidirdik. Qozog'istonga bordik. Izlandik. Izlandik. Har bitta chiqqan ko'rsatuvlaringizdan izlandik. Loyihalaringizdan izlandik. Ha. Elmurod Ziyoyev Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahrida tug'ilib o'sgan. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi. O'zbek Grigoriy Lepsi. Shunaqa deyishadi. Shunaqa deyshadi. Mehribon inson. Mehribon inson. Это про меня, ребята, Faktga про qara, меня. ma'lumotga qara, mehribon inson. Oddiylikni xush ko'radi. Albatta. Oddiylikda halovat bor. 97% odamlarga to'g'ri keladi. Bu ma'lumot menga juda ham yoqyapti. Tochkasi ko'ryapsizlar. Yaxshi. Yana bitta narsa, yoshlarini sir sir tutarkanlar. Yoshingizni sir tutarkan. 40 ga kirganingizni aytmaysiz. Endi hammani ensasi qotishi mumkin. Ayting, yoshingiz nechida rostini? Yo'q, u o'zini vaqt soatini belgilab qo'yganman. 3 yil, 4 yilda xudo xolasa Aytasiz. polni o'sha avtobiografiyamni aytib Chiqarasiz. Menikini aytdilar-ku. Aytdik. 13-chi Farg'ona aytdik siznikini. Yana bor. O'zbekistonda Cover-up ko'rsatuvidan tanilgan. Shunaqa. Ha, yaxshi. The Cover-upda final bosqichini eslaylik. Finalist bo'lganmiz, ikkinchi o'rinni egallaganmiz. Nima uchun ikkinchi o'rinni? Endi buyurgani shu. Eng zo'r taniqli qo'shiqlari Dilozor qo'shig'i. Buni ham faktni Da bosib o'sha bo'ladi. cover-up paytlari, o'sha cover-up tugagan payt o'sha Dilozor chiqqan. O'sha Dilozorimiz ancha muxlislarimizga yoqqan. Bir sevgan qizingiz bo'lgan ekan, yoshligingizda. Bo'lgan ekan. Sizlar u bilan ajrashib ketgan ekansizlar. Bunga sababchi u qizning buvisi bo'lgan ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Va qayerda olyapmiz bu ma'lumotni? Kim aytdi sizlarga? Bular shu menimcha o'sha buvilardan, kampirlardan. Lekin bir intervyuda aytib chiqaman, balki o'sha odam olgan. Yo'q, u yerdan olgan. Napolini topdi meni, Napolini topdi bular. 2006-yil Ofarinda ikkinchi o'rin olgan ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi o'rin olgan. Qozog'istonda o'zimiz Chimkent shahrida Ofarin ko'rik-tanlovining ikkinchi o'rin sohibi. Shehzod, yana bitta narsa. Xo'p. Menimcha bu hammani yoshligida bo'lsa kerak. Yoshliklarida quruvchilik bilan shug'ullangan ekanlar. Ana, quruvchi ham Bu bo'lgan. rostmi aka? To'g'ri shunaqa. Kasbdosh akamiz. Qozog'iston Chimkent shahrida o'zimga uy solganman. Hozir men akamni aytdilar, bu kishilar ham juda ham o'sha qiziqar ekanlar. Shu hurmatim yana ham oshdi bu akamga, chunki mehnat qilgan inson hech qachon kam bo'lmaydi. Albatta. Yana bitta fakt, birinchi ustozingiz O'rinboy Toyirov bo'lgan ekan. Birinchi ustozim O'rinboy Toyirov. Hozir nechta kasb egasiz? Masalan beraymi? Agar qo'shimcha bo'lsa qo'shasiz. Qo'shiqchi, vayner, body building, sportchi, yana nima? Aktyor. Yana nima? Raqsam endi o'zimizga kashf qildik. Raqqos. Yaxshi o'ynadingiz lekin. Juda Quruvchi desak ham bo'ladi. Aka, nima uchun Qozog'istonda emas, Bog'bonlik ham qolib ketdi, bog'bonlik. Bog'bonlik ham qilasiz. Bog'bonlik ham qilasizmi? Lekin aka joyini topib Mana Kelishib bitta joyini kelosanglar bo'ladi. Yigit kishiga 40 hunar oz degan joyi bor. Ana joyini sizlardan bilib olinglar. Sizlar bitta hunarda o'tirib, joyda o'tirib likillab turib. aka izlaninglar. Kerak bo'lsa taksi ham qilinglar. Bor. Hayot ana dumaloq. lekin boya sog'lashganda qo'llarda qadaqlari bor ekan. Aka, mana qadoqlar. Aka, uni X'da nolik bosib qadoq olib ketgan bular. Yaxshi. Elmurod aka, sizga savolim, nima uchun Qozog'istonda emas, ko'pincha O'zbekistonda ijod qilasiz? Xo'p, bu savolingizga javobim Qozog'istonda endi men o'zbek bo'lganligim uchun o'sha
O'zbekistonda o'sha cover up loyihasiga qatnashgandan keyin menga yoqib qoldi bu yerda ijod qilish. Bizada endi qozoqcha ijod qilish kerak bo'lardi. Endi u yoqda menga yordam beradigan insonlarim yo'q bo'lgani uchun O'zbekistonda opam bor. O'sha O'zbekistonda hozirgi kunda menga yordam berib kelyapti. Xo'p, yaxshi. O'sha uchun men O'zbekistonda qoldim, ijodimni shu yerda davom ettiraman. Yaxshi. Bizda hozir yana bir xalqdan kelgan savol bor. Xalqdan? Ya'ni qizlardan kelgan. Nega haligacha uylanmagansiz? Ko'z ostingizga olib qo'yganingiz bormi deb yozishibdi. Bu savolga men deyarli har kuni javob berasiz. Javob beraman. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor deb o'ylayman. Shu vaqt soati bilan bo'ladi sekin-sekin. Uylanamiz. Xalqdan savol deganingizda Umid aka sizga odamlar, xalqimiz savol yo'llashgan. Qachon uylanasiz deb? Hozir ko'ramiz, hozir mana ekranda qo'yib berishadi. Qani mana Umid akani savol beraversin bizga. Shaxsan o'zim yig'ib chiqqanman. Mana bu insonni taniysizmi? Salom alaykum qiladingiz-a? Jo'ra bo'lib olasiz, to'g'rimi? Savollarim bundan ham anaqa nima deydi? Ijodlari yanada oshsin. Davom ettirsizlar. O'zi Bravoda qilayotgan ijodlari, o'ynayotgan rollari yoqyaptimi sizga? Yoqadi, yo ketsinlarmi? Bravoda. Hosillar. Yuzga boring. Qarang, sizga o'ynayotgan rollar yoqadimi o'zi? Bravoda. Yaxshi. Bravo jamoasi hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi-a? Qaysi birlari tark etishni xohlaysiz? Yo'q, hech qaysi tark etmasin, chunki hammasini o'z o'rni bor. Hurmatli yurtdoshlar, Umid akani taniydiganlar bormi? Chorsudami? Men o'sha yerda yuruvdim. Umid Umarov taniysizlarmi? O'zimdan so'ramabsizlar. Bravo jamoasi Umid aka taniysizlarmi? Bu kishini taniyman, lekin ismini bilmas ekan. Umid Umarov ismlari. Hozir ko'rish imkoniyati bo'lganda nima savol yo'llagan bo'lardingiz? Bu kishigami? O'zingiz qiziqtirgan qanaqadir savol. Ko'rib turibdilar hozir sizni. Ko'rsatuvimizga tashrif buyurganlar. Bu kishigami? Bu kishigami? Men savol o'ylab Amakiga demabdi. Yangi konsertlarni kutamiz yana. Yangi konsertlarni kutasiz, to'g'rimi? Uyga bor. Uyga bor degan gaplar esida. Demak, ko'pchilikning esida ekan. Hozir sizni ko'rib turibdilar. Nima savol yo'llagan bo'lardingiz? Savol yo'q. Savol yo'q. Ishlaringizga, ijodlarga omad tilaymiz. Bravo jamoasi. Umid Umarov. Taniydi bu qiz. Bravo. Da. Umid Umar Bravo. Yaxshi, zo'r. Qarshi chalib qo'yamiz o'zimiz uchun. Xullas 10 ta odamdan bittasi tanisa-ya. Ikkisi tanida. 3 million, 4 million aholi bor, taniyapti. Demak biz yaxshi o'sha odamlar uchun o'sha 11 million ichida bor ekan. Yetadi. Ijod ijod qilishga majburmiz, yaxshi ijod qilishga. Demak, bu yomon emas. Bizda hozir bitta sahifa bor. Elmurod aka bilan birinchi o'ynaymiz. Menimcha siz sportchisiz. Har ertalab turib yugurasiz. Yuguramiz. Necha kilometr yugurasiz bir yugurganda? Bir yugurganda shu 10 kilometrgacha yuguramiz. Hozir ko'ramiz ham qancha yugura olasiz. Ko'ramiz. Yo'q, unaqasi ham bor. Sahifa. Bizda yugurtiramiz sahifa. Bizda yugurtiramiz sahifasi, marhamat, joyingizga To'ppa-to'g'ri. Ya'ni Elmurod aka qo'shiq eshitadilar. Hozir sizdan qo'shiq eshitamiz, Dilozor qo'shig'ini. Faqat hozir yugurgan holda yana bir sizga qiyinlashtirish uchun qo'lingizga mana shu ikkita toshni berib qo'yamiz. 3 kilo, ya'ni 3 kilolik 6 kilo. Sekin. Bu gavdaga ishonib bo'lmas ekan. Bu formaga ishonib bo'lmas ekan, Umid aka. Qo'rqitmang aka unaqa. Formada deysiz? Yaxshi. Bu yaxshi forma. Men ishonaman, bemalol bu yigitga quvvati ham, kayfiyati ham yetadi, bemalol. Yaxshi. Qo'llab borib turasiz. Qo'shiq bormi? Ikkalanga men bitta topshiriq bor keyin. Qo'shiqni qo'yamiz hozir. Olamizda. Qo'shiqni qo'yamiz va biz boshlaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Dilozor. Qani? La 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 la. Qayergacha yugura olasiz? Deydi yillar, buncha gullar, ochilgan bog' aro zor. O'sha gul sraz basti. Tezlatmanglar, u oson emas, qo'lida gantel bilan bo'ladi dilozor. Ko'zlar xumor, tezroq baland. Ko'raman deb yo'llarida zor intizor. Sekinlata yiqilib tushmadi. Qaramadi qayrilib, so'ramadi bir kelib, so'ramadi bir kelib.
voy sekinroq. Yaramadim qayrilib, sevganimni bilib. Tayyorgarlik ko'rmadimi? Voydat. Yuguramiz. Qaramadi qayrilib. So'ramadi bir kelin. So'ramadi bir kelin. Bo'ldi. Nisbatga to'xtaydi. Bo'ldi. O'tirdinglar-ku. O'rtoqlar ko'ribsizlar, juda ham boshqacha bo'ldi. Qarang. Alamnomasiz bo'lardi. Odam o'tirdi. Qo'shiqni so'zlarini biladilar. Mana haqiqiy qo'shiqchi qanaqa bo'ladi? Mana. Qanaqa? O'rtoqlar to'satdan bo'ldi, to'satdan bu narsaga tayyorgar ko'rib keladi. Otishga vaqtingiz olmadikmi? Bular tez yurgizyordi, tez yurib. Juda qiyin narsa bu. Buni o'zlari bilmaydi bular. Chiqinglar chiqadi, qanaqa. Shu uchun sport bilan har doim shug'ullanib yuringlar. Sport bilan shug'ullanib yuring. 12 yoshimda sport bilan shug'ullanaman, lekin Menga bermanglar. Men tarishkada yugurib, ko'chada yugurib bera olaman men. Ko'chada yugurib, mana qanaqa operatorlarchisi ko'chada 6 kilometrgacha javob bermadi. Mana unda o'rganmaganman-da. Hozir siz bilan ham sahifamiz bor. Davay. Rostini gapiraman sahifasi bor. Va siz ham shu yerda bo'lasiz. Marhamat. Ana tezlatib yormagin, lekin otaman mana uni. Yaxshi. Sekin. 3,5 tezlikka qo'yinglar. Endigi shartimiz Umid Umarov bilan rostini ayting sharti. Agar yolg'on gapirsangiz, mana shu tok uradi. Rostini sudda ham aytmaganman. Mana qani. Qani. Yaxshilab. Tok anchadan beri urgan-yo, Elmurod. Qattiqroq qilsin. Ancha sog'indi. Qani qo'lingizni ko'taring. Qani, yetmayapti-da, qara, vashi kuchli. Juda ham bir qiziqarli savol tayyorlaganmiz. Savollarimiz bor, savolimizga to'g'ri javob berasiz. Agar xato javob bersangiz, bu urishi mumkin. Ko'p menda. Qara lekin bilasan-a? Yo, yana bitta narsa aytishimiz kerak. U yoqqa borishasan. Nimaga buni ustida turibdilar? Yugurib turib savol beramiz va javob beradilar. Noto'g'ri gapirsalar, tok uradi. Ham ko'ramiz. Voy, mana bola yuryapti mana. Ismingiz nima? Sherzod. Hali? Qaysi jamoa a'zosisiz? Maksimum. Uning. Bo'ldi, sekinroq. Bo'ldi. Yaxshi. Savol. Yoshligingizda dadangiz mazza qilib necha yoshda urganlar? Adashmasam 2 yoshdan boshlab bemalol g'ibchim bilan. Yaxshi. Urmaganlar ketadingiz. Urmaganlar bolamni. Xotiningizni bir kunda necha marta aldaysiz? O'rtacha 15 marta shunaqa. Yo'q, 25 marta. Qani javob bormi? Bor. Oxirgi marta qachon sinfdoshlaringiz bilan yig'ilib choyxona qildingiz? Oxirgi marta o'tgan hafta. Yo'q, kecha o'tirgan ekansizlar. Ular Qo'qonda. Yaxshi. Noto'g'ri ma'lumot nima deyilyapsan sen? Ko'rsatuvimiz yo'qdimi? Yo'qmadi, Yo'qdi-ku. Yaxshi. O'zlariga ishlargan bular. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Nima? Bizi boshliq. Eshik edi. Shamol. Eshik edi javob qaragan. Davay. Soqoli bor, mo'ylovi yo'q. Qorbobo. Yo'q, Shohruxxon. Echki. To'g'ri javob echki. Yer atrofida quyosh bir kunda necha marta aylanadi? Yer atrofida bir kunda aylanmaydi. Yaxshi, to'g'ri. 1 bilan 2 ning o'rtasida nima bor? Bilan bor. Yaxshi. Nima jizillatyapsan sen? Zaryadkasi o'chmaydigan budunlik. Xo'ras. Yaxshi. O'g'irlik qilganmisiz? Ha, juda ko'p. Nimaga? Uni so'rama. Qaysi aktyorni gonorarini bermagansiz kinongizga o'ynatib? Hammasini berganman, hammasini. Mirkomil akaniga bermagansiz. Mirkomdan so'ra oldi, pulini naqd dollarda berganman, nima deyapsan? Bravodan Otabekka nima uchun chiqib ketdilar? Bilmayman, qaytaman. Qachon siz chiqib ketasiz Bravodan? Men chiqib ketmayman. Yaxshi savollarimiz shu. To'laymi? Voy, uncha qiynamadik-ku bular. Qiynamadik, akani qiynamadik. Akani yoshlarni. Ikkalan chiqasan. Men savol beraman. Yo'q, o'zimiz qila olmaganimiz uchun sizni chaqirdik. Aka yoshlarning hurmatlari bor. Aka qanday?
Charchadingizmi? Yaxshi, yo'q charchaganim. Charchadingizmi? Charchamadingizmi? Bu bolalarga chaqiruvdi. Charchamadingizmi? Charchagan. Siz tayyorgarlik ko'rmay kelsiz, to'g'ri? Tayyorgarlik. Men manaqada elektromobilda yuraman, unaqa. Aka. Sen ham chiqaraman hozir. Biz hozir eng balandiga qo'yamiz, she'r ayta olasizmi? Ket. Charchajonim. Keting. Yaproqlarni atrofingda aylanib qo'shiq ajrashib ketganlar qancha. Bo'ldi. yana Bo'ldi. nimadir ayting. Yo'q, bo'ldi, pasaytiringlar. Pasaytiringlar. Ishlatilgan buyrak sotiladi deydi. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Shartimiz qanaqa ekan? Zo'r. Kirgan holda ayting. Zo'r, malas. Yaxshi hazilamiz. Umumiy aytadigan bo'lsak, shu nima deydi? Chalg'ituvchi. Lekin mana ularni to'yishni qo'yinglar-da. To'g'ri javob bersam ham jizillatyapti. Yo'q, to'g'ri javob bersangiz ham shuning uchun bosaman. Yaxshi, yoqdi, malades. Soat yoqdi menga deydi. Qarang. Beraylik, uyga olib ketasizmi? Bitta bosaman og'irlig'ini ayting tomoshabinlarga. Mana 1 2 3. Voy. Yomon ekanlik. Yomon ekanlik. Mana qo'llari mana qizarib. Qo'llari qizarib ketdi. Mana qo'limni qaranglar. Shuning uchun har doim rost gapni gapiringlar, rost gapni gapiringlar. Rahmat. Yomon qildi bu kelasi. Zo'r. Bu kelasi yomon qildi. Endigi navbat yana bir qo'shiqqa Elmurod Ziyevdan yana bir ajoyib qo'shiq eshitamiz. Marhamat. Bu qo'shiqdan keyin uylanmasangiz bo'lmaydi aka. Mana qo'shiq bilan aytib turibsiz. Uylanay. Aka shunaqa aytyapti hozirda. Uylanay. Uylanmaganlar bo'lsa kommentda yozib ketamiz. Zo'r qo'shiq bo'pti, lekin ko'rsatuv ham ajoyib bo'pti. Mana bu yosh yigitlar, malades. Saviyali mehmonlar bilan. Mana uni ritmi yo'q ekan, mazza qilyapman. Qaqqarama keldi. Mazza qilaman, ritmi yo'q odamni. Ya juda ham zo'r bo'ldi. A'lo kayfiyat tilagan holatda ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Salomat bo'linglar, umidlar uzoq bo'lsin. Olmaymiz. Ha, ortiqcha vaqtingizni olmaymiz. Ko'rsatuv haqida fikringiz? Ko'rsatuv haqida fikrim, boya kirib kelganning o'zida mana bu muhitni o'zi odamni o'ziga jalb qilib oldi. Omadinglarni bersin, bundan ham yuksaklarda ko'rinaveringlar. Ko'rsatuv haqida fikringiz, Umid aka? Ko'rsatuv yaxshi, o'sha nima deydi? Temp yaxshi, san'atkorlar bilan muloqot, hazil-huzul, yengil, odamlar ko'rib dam olsin. Maqsad shu. Odamlar ko'rib, mazza qilsa bo'ldi. Taklifimizni rad etmasdan ko'rsatuvimizga tashrif buyurganlaringiz uchun sizlarga rahmat deb qolamiz va hamkorlarimiz Krafer savdo belgisi tomonidan mana shu sovg'alarni sizga arzimasada yo'lda ochib yurmang Elmurod, lekin buni aytadi, juda ham salomat bo'linglar. Asosiysi yetanimiz endi yana. Sizlarga rivoj, hamisha quvnoq kayfiyatda odamlarga chiroyli kayfiyatdagi ko'rsatuvlarni ulashda charchamanglar. Salomat bo'ling. Sizlar bilan Bravo jamoasi Umid Takahara bo'ldi. Elmurod aka ham bo'ldilar. Elmurod aka ham bo'ldilar bugun ko'rsatuvimizda. Elmurod aka aytib qo'ying, siz ham aylashib qo'ying. Hammaga omad, bizlarga yoqib qoldi, yana kelamiz xudo xohlasa. Albatta. Bundan ham zo'r takoy o'yinlar tayyorlab qo'ysangiz mazza qilib o'ynaymiz. Rahmat. Charchamanglar. Rahmat. Hayır, ketdik. Ortiqcha vaqtimiz yo'q, ketdik. Telefonda o'ling.